Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Shuningdek, Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz. Qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Behzod Mamajonov, siz asr vaqt YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun do'stlar 15-noyabr 2025-yil. Bugun Moskvada qor yog'ibdi, lekin bu video qor to'g'risida emas. Do'stlar, juda ko'pchilik biladi, dokument to'g'risida videolar qilib kelamiz, odamlarga kerakli, foydasi tegadi deb. Ushbu video dokument to'g'risida bo'ladi, ya'niki bir yilda 2 marta patent olsa bo'ladimi yo'qmi va ikkita shtraf bilan patent beradimi yo'qmi, mana shu tema to'g'risida bo'ladi. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni so'rab qolamiz va sizlarda mana shu ma'lumot informatsiyalar qanaqa holatda kechgan kommentariy yozsalaring, boshqa bir aka-ukalarimiz ko'rishib o'ziga kerak ma'lumotlarni yanada olib qolishadi. Moskva va oblastdan Grensiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orishon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog' salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Qolishadi. Do'stlar, hozirgi vaqtda 2024-yilda chiqqan qonun adashmasam, bir yilda 2 marta patent berilmaydi. Ya'niki patentingiz annulyum bo'lib qoldi yoki patentingiz kuyib ketdimi, bir yilda 2 marta patent berilmaydi. Bir yilda 2 va undan ortiq ishtirok qilsangiz, sizga ham patent berilmaydi. Shuning uchun mana shu videoni tayyorlayapman. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, ekranga qo'ydim, ko'rib o'qib ko'rishlaring ham mumkin va fikr qilinglarki, men sizlardan biron so'm pul talab qilayotganim yo'q, faqatgina ogohlikka chaqiryapman. Ya'niki mana shu ishni qilsangiz, mana shu holat bo'ladi deb. Va do'stlar, patentga juda ko'pchilik topshiradi. Bir yilda 2 marta patent bermaydi desak, aytishadiki, sen yolg'on gapiryapsan, men oldim deydi. Lekin bu yolg'on narsa emas. Kelib oldimizga video qilishgan, o'limli videosini qo'yganmiz. Pastdagi videolarni ko'rsalaring, imminni yo'ldoshigani aviakaskan bilan Femesdan qaytib kelgandan keyin video qilganmiz. Sizlar rasxod qilmanglar, prosta yo'l kirovdan tashqari patent puli. Mana shu tog'amiz ham patentga topshirgan, lekin olgani borganda patent bermagan. Ya'niki yangi kelgan odam hozir 26200 rasxod qiladi. Sertifikati hammasi ichida. Lekin olgani borganda esa bitta qog'oz berib chiqarib yuborgan. Ya'niki bir kun bor topshirgan ovora bo'lgan. Bir 10 kun, 15 kun umid qilgan patent olaman deb. Patent olgani yana bir kun ovora borsa patent bermagan. Vaholanki bu odam oilasi bor, bola chaqasi bor, nechta odam umid qilib o'tiribdi, pul jo'natadi deb. Shuning hisobiga patentni bir yilda harakat qilinglar, vovriма to'lashga kuydirib qo'ymanglar va turdoydaga borib o'damlar vovriма qilinglar. Ba'zi bir insonlar bor, turdoyda bor o'damlar to'g'risida video qo'ysak, men birinchi marta eshitibman deydi. Bu 2024-yil 7-yanvarda chiqqan qonun. Ish beruvchi sizga turdoydaga borib o'damlar beradi. Undan tashqari siz ham turdoydaga borib olib turib, через gosluk o'damlar qilishingiz kerak. Va bir yilda 2 va undan ortiq ishtirok qilsa, patentga topshirgan bo'lsa, patent puli berilmaydi. Buni esandan chiqarib qo'ymanglar. Hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, patentingiz kuyib ketmasligi uchun turdovoy dogovor va uydam liniya xizmati, deport, zapret tekshirish, snelis va inen kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqing. 100% ishonchli xizmatlar. Iloji boricha tarqatib qo'yilgan mana shu videoni. Juda ko'pchiliklar mana shu videoni ko'rib, o'ziga kerak ma'lumotni olib qolishsa, biz xursand bo'lamiz. Misol borib patent topshirib 2 haftadan keyin borib ola olmasa, menga misol foydasi yoki ziyoni yo'q. Prosta bir odam patent ola olmay 26000 pulni prosta havoga o'chirib qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun patentni vovriма to'langlar, shtraf administrativ правонарушение qilmanglar. Men o'ylaymanki, bundan avvalgi administrativ правонарушение juda kam bo'ladi, chunki oldin registratsiya ba'zidan chiqmaydi deb shtraf qilardi. Hozir esa hamma joy amina. Ya'niki Moskva, Moskovskiy oblast, agarki siz Apshtada yoki hosilda yashamasangiz. Amina bo'lgandan keyin vaholanki hammasi joyida bo'lsa, hech qanaqangi shtraf qilishi kerak emas sizga. Shu videoni iloji boricha tarqatib qo'yinglar. Moskvadagi oblastdagi do'stlarimiz kursda o'zlari kelar ma'lumot olsa xursand bo'lamiz.
Va do'stlar, ekranga nomer qoldiryapman. Ishonchli chegaraga chiqmoqchi bo'lsanglar, ekran nomeriga telefon qilib bemalol borib kelishlaringiz mumkin. Chegaraga o'zbek tojigini adina shoylikona qilib olib kelyapti. O'zbekiston fuqarolari 1 sutkada, Tojikiston fuqarolari 2 sutkada borib kelyapti. Va do'stlar, ishonchli aviabiletlar keraksa, Yo'ldoshgan aviakassasiga kelaverasizlar. Metro Kankova 6-liniya 3-vixit ekran nomer qoldirdim, bemalol kelishlaringiz mumkin. Va bu aviakassada bezlimit sim kartalar kelgan, Tele2 sim kartalar hozir 500 rubldan edi. 300 rublga ham keldi. 300 rublga bezlimit sim karta Tele2 kelib shu yerdan bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, shu yerdan iloji boricha tarqatib qo'yinglar.